ular ko'p o'qishmagan, o'shaning uchun boygidek yana gapiraman, Sherlok Holmsni o'qiysiz. U juda qiziqarli, maza qilib o'qiysiz. Ikkinchi kitob Sariqni Dnevniy meni ham ajoyib kitob. Uchinchi kitob Robinzon Kruzo. Robinzon Kruzo ko'p insonlarni adabiyotga kirishiga sababchi bo'ldi. Yevropa adabiyotining ustunligi bilib olinglar, ular dunyoni ko'p ko'rishdi. Dunyo ko'rgan inson boshqa insonlardan ko'ra ko'proq gapira oladi. Endi dunyoni ko'rishga pulinglar bo'lmasa, kitob o'qasiz. Dunyoni xohlagan davlatini cho'mchagingizdan pul xarajat qilmagan holatda o'sha borib kelgan insondan ko'ra ko'proq narsa bilasiz. Nimaga? U borib aylanib keladi. Siz u kitobni o'qiysiz, uni ildizlarigacha kirib borasiz. 5 ming so'm pulga nima Dubayni xohlasangiz aylanib kelish, xohlasangiz arab davlatlari, Yevropa kutubxonalarida yozib qo'yilgan, eshitib olinglar. Jim turing, bu yerda faqat murdalar bilan suhbat quriladi. Bu juda buyuk gap. Nima uchun? Aristotellar, Alisher Navoiylar o'lib ketganiga necha ming yildan oshdi. Ular bilan gaplashishni xohlaysizmi? Kitoblarni o'qing.